Assalomu alaykum. Mana bu siz ko'rib turgan uzum bu amerikalik bir guruh seleksionerlar tomonidan ajoyib bir topilma kashfiyot. Bu Halloween uzumi hisoblanadi. Halloween kishmishi. Halloween deb nomlanishiga sabab bu uzum Amerikada, AQShdagi Halloween bayramida bozorlarga chiqadi va sevib iste'mol qilinadi. Shuning uchun bunga Halloween deb nom qo'yilgan. Bu uzum ikkinchi darajali danaksiz uzum hisoblanadi. Qo'shimcha choralar gibrilin qo'llanilganida danaklari rudiment holatiga kelib sezilmaydigan danak hosil qiladi. Serhosil o'rtacha har bir donini og'irligi 4-6 gram. Umumiy boshini shingilda og'irligi 450, 475, 500 gramgacha bo'ladi. Kasalliklarga, mildiyu va oidiumga 5 balli sistemada 4 ball qo'ysa bo'ladi. Ya'ni o'rtacha chidamli desak bo'ladi. Halloween uzumi nisbatan ingichka, go'shtdorligi kamroq, ammo lekin soya qilib bundan bemalol demak mayiz olsa bo'ladi. Mayizi alohida bir ajoyib holatda bo'ladi. Sochniy holatda iste'mol qilsa ham bo'ladi, mayiz qilib iste'mol qilsa ham bo'ladi. Mayizi juda chiroyli va juda ajoyib ko'rinishda bo'ladi. Bu uzumni shakarlik miqdori 20 bilan 22 ni orasida bo'ladi. O'zbekiston sharoitida buni shakarlik miqdorini 22 darajaga olib kelishi mumkin. O'zbekistonga kirib kelgan yangi sort hali O'zbekiston hududlarida tajribadan o'tmoqda. Hozirgi kunda bu uzum respublikaning hamma viloyatlarida ba'zi bir dehqonlarimiz, bog'bonlarimiz va seleksionerlarimiz qo'lida turibdi. Tajribadan o'tyapti. Xususan bu uzum meni ham tajribamdan o'tyapti. Hozirgi vaqtda bunga 10 balli sistemada hozirgi kundagi natijalar 8,5 ballni tashkil etyapti. Serhosil juda serhosil. Ajoyib hosilga ega. Alohida bir muskat ta'miga ega. Mayizini iste'mol qilinganda juda shirin va ajoyib ta'm guvohi bo'lasiz. Alohida garmoniya, alohida muskat ta'mli uzum hisoblanadi. Like bosish esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.